Bugungi kunda yurtimizda tibbiyot sohasiga bo'lgan e'tibor yanada kuchaygan. Tibbiyot xodimlariga ham ko'plab imtiyozlar taqdim etilmoqda. Xususan, soha xodimlariga 70% oylik ustamalar to'lab berilishi. Qolaversa, olis hududda faoliyat olib borayotgan shifokorlar uy-joy sotib olish xarajatining 50% mahalliy byudjetdan qoplab berilishi shular jumlasidan. Ammo guruch kurmaksiz bo'lmaydi deganlaridek ko'p imkoniyatlar bo'la turib, tibbiyot xodimlari orasida oq xalatiga dog' tushiradiganlar ham yo'q emas. Afsuski, mana shunday holat Sirdaryo viloyatida ham yuz berdi. Guliston shahrida faoliyat ko'rsatayotgan shifokor jarrohlik amaliyoti evaziga bemordan pora talab qilgan. Uning bu ishi esa kuni kecha jinoyat ishlari bo'yicha Guliston shahar sudida ko'rib chiqildi. Ish hujjatlarida aniqlanishicha, shifokor arizachini, singlisini jarrohlik amaliyoti o'tkazganligi evaziga pul berishni talab qilgan. Shundan keyin mazkur fuqaroning arizasiga asosan o'tkazilgan tezkor tadbirda shifokor pullarni pora tariqasida olganda dalil ashyolar bilan qo'lga olingan. O'tkazilgan ochiq sud davomida shifokor qilgan ishiga iqrorlik bildirib pushaymonligini aytdi. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik kodeksining 193.2 moddasi bilan to'plangan ish hujjatlarini ko'rib chiqib, shifokorga nisbatan bazaviy hisoblash miqdorini 10 barobar miqdorda jarima jazosi tayinladi. Har bir bemor shifokor oldiga davo izlab borar ekan, o'z salomatligini unga ishonadi. Afsuski, qo'shtirnoq ichidagi sog'liqni saqlovchilar, pora talab qilguvchilar fuqarolarning bu ishonchini yo'qolishiga sabab bo'lmoqda.